Kada Mishnet, Kachachakada. Assalomu alaykum qadr bilan qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz Buxoro shahridan Buxoro City'ning ro'parasi desak ham bo'ladi va Fathovod masjidi yonida desak ham bo'ladi yoki Lakito. Samizor lokatsiyasi aniq lokatsiya Lakitoning yonida 8 etajga domning 6-etajda 90 kvadratlik 3 xonalik kvartiramiz yevro ta'mirda ta'mirlangan, barcha jihozlar bilan sotuvga qo'ygan. Sotuvga chiqdi. O'shani sizlarga obzorga ko'rsatishga keldik. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like podpiskani bosishni ayamang qadrdonim. Zabancha qilib likecha, podpiskacha o'z fikringizni kommentariy qoldirishingizni so'rab qolaman qadrjon. Ana bu territoriya ana. Deonacha territoriya, вообще zo'r joy, gap yo'q. Bu yerda детский площадкасы ham bor, ana bolalarimiz, farzandlarimiz o'ziz ham chiqib trenirovka qilsangiz ham bo'ladi. Ana besedkalari bor, masalan, ana bolalar o'yingohi, parkovka, markovka muammo yo'q. Domni fasadini ko'rsang ekan, fasad nima deyapti? Fasad deonacha, lift cho'tki ishlab turibdi. Hujjatlarda muammo yo'q qadrdonlarim. Hozir ichkari obzorni ko'rsatib o'tamiz va qolgan ma'lumotlarni yana aytamiz. Remont qilganlar nasib qilsin, kim bo'lsa ham million mazza qilib yashasin. Qadrdonlarim, biz ana kvartiramizga kirdik. Kvartiramizga kirgandan keyin oyoq ostlarimiz kafel qilgan, ana shu tepli pol qilinganda, perxo'ja qismlari kafel qilingan, e'tibor bering, sifatli eshiklar qo'yilgan. Yaxshi eshiklardan qo'yilgan, dekorativ ishlar qilingan, patologlarga gipsa kartonlar qilib, chiroyli qilib uzorlar berganlar. Eshikdan kirgan vaqt o'yna bizdan kutib oladi. Eshikdan kirasiz, o'zingizga qarab uyga kirasiz yoki uydan ishga ketayotgan vaqtda bemalol oynaga qarab, nima qarab o'zi chiqib ketasiz. Bu yerda kalpatlarni qo'yish uchun narsa qo'yilgan. Ana bu yerda shifoner bor anda. Yaxshi sifatli shifonerlardan qo'yilgan. Bu yerda narsalaringizni, obuvlar, narsalar osib qo'yishga sharoitlar bor. Qadrdon e'tibor bering. Mana bu yerda mo'ysha aboychalar qilingan, natija patologlar qilingan, chiroyli LED pardalar qilib, lustra svetilni qo'yib, bu yerda detskiy xonasi deymiz, sifatli eshiklardan qilingan qadrdonlarim. Ana bu yoq esa bizning zal kutib oladi. Zalimiz ham qarang, attachment remontlar qilingan, chiroyli qilib, chiroyli qo'llanma tashalgan, konditsionerlar qilingan va chiroyli LED pardalar qilib qo'yganlar. Patologimizga qarang, chiroyli lotka sifatida lustra osib qo'yilganlar va chiroyli uzor berib, ana televizorimiz tagini qarang, dekorativ ishlar bilan bezak berganlar. Bu televizorimiz ham, divonimiz ham qoladi qadrdonlarim. Eshigimizga qaranglar, eshigimiz nima deyapti? Eshigimiz ham cho'tki sifatli eshiklardan qilingan. Bu yer esa bizning kuxnimiz. Kattagina kuxnimiz bizdan kutib oladi. Kuxnimizni qarang, vobshe kuxniga kerakli narsalar qo'yilgan qadrdonlarim. Faqat o'zlaringiz bilan bitta stol keltirib, ovqatlanishga sharoitcha qilish uchun stol keltirsangiz bo'ladi. Katta xolodilnikimiz qoladi, stollar qoladi va high-tech sifatida, svetda chiroyli mebel kuxni garnitur qilib qo'yganlar. Hozirgi zamonaviy gaz plitalar, rakvinalar qilingan va dimoxod qo'yilgan. Ana bu yerda esa duh konturli kotyolimiz qo'yilgan. Kattagina bu yetib o'rtada uyni isitishga muammo yo'q. Va ana panorama trezamizni qaranglar. Chiroyligina bu yerda manzarani tomosha qilib o'tirasiz qadrdonlarim. Bu yoqdan ham kuxnimiz ham oyoq ostimiz kafel bo'lgan. Nima uchun? Kafel qilingandan keyin tepli pol qilib qo'yganlar, chiroyli qo'lni tashab qo'yilgan qadrdonlarim. Ana bu esa bizning sanuzelimizga e'tibor beringlar. Chiroyli kafelar bilan chiroyli qilib bezab va ariston qo'yilgan qadrdonlarim. Bu yoq esa bizning dushovoyimiz, vannamiz. Chiroyli kafelar qilib rakvinalar qo'yilgan, masalan, lishni narsalarni qo'yish uchun muammo yo'q. Bu yer esa bizning spalni xonamiz. Spalni xonamiz ham chiroyli qilib bezaklar bilan, chiroyli lustra osib qo'yilgan, chiroyli dekorativ ishlar bilan qilingan. Qarang, bu did bilan qilingan. Bu yerda xarajat qilmaysiz, kirasiz, yashaysiz. Bu yoqda ham konditsioner qo'yilgan qadrdonim. Ikkita konditsioner bor va chiroyli LED pardalar qilib qo'yganlar. Shifonerlari bor, masalan, hammasi did bilan qilingan. Uyni svetiga qarab va mebelni ham zakaz qilganlar qadrdonlarim. Qadr bilan qadrdonim. Bu obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like podpiskani ayamang qadrdonim. Xonamiz hamma uylari nima laminat qilingan va kuxnisi bilan perxo'ja qismi kafel qilib qo'yganlar. Qadrdonim, ilohim shunaqa uylarni olasizlarga ham nasib qilsin. Shunaqa uylarga oling, mazza qilib yashang, ota-onalaringizga olib beringlar. Manzarani ko'ringlar, manzarani e'tibor beringlar. Manzara вообще demonachada, ana. Qarang. Balkonchasi ham bor ekan, sizlarga bonus sifatida balkon ham bor. Chiqing aka, balkon ham ko'rsating. Qadrdonlarim, balkonga chiqasiz, mazza qilib o'tirasiz. Mazza qilib balkonchaga o'tgan-ketgan tomosha qilib o'tirasiz. Buxoro shahri, Lakitoning yonida, Buxoro City'ning ro'parasida bu yoqqa 5 vaqt azon eshitib o'tirasiz qadrdonim. Kvartiramiz 8 etajga domning 6-etajda 90 kvadrat metr yevro ta'mirda ta'mirlangan. Kvartiramiz barcha jihozlar bilan sotuvga chiqibdi qadrdonim. Kvartiramiz narxini u yoq bu yoq kelishib
70 ming deb baholayapmiz. Yana savdolashga konkret zazori bor. Kelinglar naqd pul bilan kelishamiz, gaplashamiz, muammo yo'q qadrdonim. Bu o'zingizni orzu havasingizdagi uyingiz. Niyat qilib yuribsiz, Rossiyaga yuribsiz, masalan, chet ellarga yuribsiz qadrdonim. Niyat qilib masalan uy olaman, Franklin Bobochani arkasidan yugurib yuribsiz-ku, uy olaman deb. Ilohim shunaqa uylar nasib qilsin sizga qadrdonim. So'qan tashang, shu kvartiraga kelib yashang. Feraz agentstvaga obuna bo'lishni unutmang qadrdonim. Like-ni bosishni ayamang qadrdonim. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Doim qo'lchalaringiz dollar bilan Franklin Boboni sanab yursin. Bizlarga obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizlarga aloqada chiqishni so'rab qolamiz qadrdonim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omonat dunyoda omon bo'ling. Biz ketdik.